Rolimni ko'rding-ku, chiroyli-a? Bu shaxsan o'zimniki. Uni Alen Prostdan sotib olganman. Shunaqami? Ichiga Dakarga mo'ljallangan maxsus motor o'rnatilgan. Qumda xuddi moy ustida uchgandek ketadi. Ko'rsangiz edi. Shunaqami? Afsus, biz hozir plyajda emasmiz. Iltimos, faqat chekma. Ustun ko'zimni ochishtiradi. Uf, qahvasiz, sigaretsiz. Qizlarsiz ham. So'ylon, bo'g'ma ilon aloqaga chaqiryapti. So'ylon eshitadi. Men olayman. Kamandang qalay? Hujumga shay. Biz tanishib o'tirgandik. Xo'sh, o'zingizchi? Marko, atrofimiz to'la xitlar. Balki uydan boshlarmiz. Bilasanmi, tanish hamyonga qo'l suqish doim oson. Qo'ysang-chi, ular rivojlangan davlat vakillarini kutish bilan ovora. Hamma politsiyachilar aeroportda. Qo'lingdan keladimi? Qo'rqma, hamma aeroportda. O'zim televizorda ko'rdim. Oy, xitlar. Buni olib ketamizmi? Yo'q, tegma unga. Aravasini olib keta qolsin. Uni joyi kerak bizga. Men hojatga chiqib kelaman. Ana, ko'rdingmi? Hamma aeroportda dedim-ku. Tabassum qilinglar yigitlar, suratga olyapmiz. Bir daqiqadan keyin ular o'z Mercedeslari bilan paydo bo'lishmasa, qahva, sigaret va hojatga chiqishga o'zim ruxsat beraman. Injiqligini biroz keyinroq ko'rsatasan. Barcha ilonlarga sichqon indan chiqmaguncha zahar sochilmasin. Qaytaraman. Sichqon indan chiqmaguncha zahar sochilmasin. Hozir emas,